qarshi jang qilayotganini ko'ramiz. Ularning sardori chumollardan biriga yaqinlashib, nima bo'lishidan qat'iy nazar ularni to'xtatib turish kerakligini, chekinish mumkin emasligini aytadi. Lekin bu ovchilarni chumollar tezda yengib qo'yishadi. Sardor hushini yo'qota boshlaydi. Chumollardan biri esa uni ichak-chavog'ini yeya boshlaydi. Xullas, u o'lish arafasida edi, lekin kutilmaganda g'ayrioddiy kuchli davolovchi sehrga ega bir yigit paydo bo'lib, uni so'nggi soniyalarda qutqarib qoladi. Sardor esa tezda vahimaga tushadi, chunki bu yigitga ham hujum qilmoqchi edi, lekin yana bir zarba bilan u ham qutqariladi. Sardorni qutqargan yigit esa o'z sherigini chumollarni tamomlashga chaqiradi. Keyingi yigit esa haqiqiy vahshiy bo'lib chiqadi. Bu mahluqlarni osonlikcha yer tishlatadi. Birinchi guruh o'zlarini shunchaki ikkinchi darajali qahramonlar ekanligini tushunishadi. Ularni qutqarishga kelganlar esa S darajali ovchilar edi, ya'ni eng zo'rlaridan zo'ri edi. Ular qizil chumollarni osonlikcha yo'q qilishadi, lekin keyin bundan ham kattaroq oq chumoli paydo bo'ladi. Hujumchilar bu chumoli bilan jang qilishga qaror qilishadi. Yarador Sardorni esa davolovchiga qoldirishadi. Ular bor kuchlari bilan jamoaviy ish olib borib, uning yuzini va qo'llarini uzib olishadi. O'ta kuchli jangchi esa o'sha yulib olingan qo'llari bilan o'sha ulkan chumolni yo'q qiladi. Lekin shoshilmang, xursand bo'lishga vaqt yo'q, chunki oq chumollar armiyasi yetib keladi. Ma'lum bo'lishicha, ulkan chumollar shunchaki ko'pchilikdan biri ekan, lekin bu ovchilar ham qo'rqadiganlardan emas. Sehrgar yigit chaqmog'ini kuchaytiradi. Baquvvat yigit esa to'liq xalq rejimiga o'tib, ulkan mushaklari bilan kiyimlarini yirtib tashlaydi. U yerda Choy ismli boshqa bir yigit ularni o'z vaqtida yetib kelganidan xotirjam bo'ladi. Choyning o'zini ham ishi boshidan toshib yotibdi, chunki shaharda ham chumollar muammosi o'ta jiddiy, lekin buni u professional tarzda hal qiladi va kuchli olov bilan hammani yo'q qilib yondirib yuboradi. Lekin faqat rangsizlar qoladi va unga yordam beradigan yo'q qiluvchilar jamoasi ham bor. Keyin biz 10 yildan ko'proq vaqt oldin bu dunyoda boshqa o'lchamga ulanadigan portalda to'satdan paydo bo'lganini bilib olamiz. Va nima deb o'ylaysiz? Portaldan har xil turdagi mahluqlar har doimgidek chiqib keladi. Faqat ovchilar deb ataladigan maxsus kuchlarga ega odamlargina ularga qarshi chiqa oladi. Ovchilar o'zlarining sehrli qobiliyatlariga qarab darajalarga bo'linishadi. S daraja bu eng yuqori, Y daraja esa eng pasti. Lekin eng qizig'i shundaki, ularning kuchlari bir marta uyg'ongach, qanchalik harakat qilishmasin, boshqa kuchaymaydi. Oradan 3 yil o'tdi, endi o'sha qurilish maydoni endi zindon reydi o'tkaziladigan joyga aylangan. Biz bir yigitni ichkariga kirishdan oldin ichimlik olayotganini ko'ramiz. Do'stlardan biri unga baqirib, uni bu yerda ko'rganidan hayron bo'ladi. Chunki park ovchilikni tashlagan deb eshitishgandi. Bu rost edi, lekin xotini ikkinchi marta homilador bo'lgach, iqtisodiy qiyinchiliklar uni bu yerga urdi. Shunday qilib yigitga tezda ko'p pul topish kerak edi va zindon reydi buning uchun ajoyib yo'l bo'lib tuyuldi. Biz qahramonimiz Jivunning kelishini ko'rishimiz mumkin. U yaqinda guruhga qo'shilgan, lekin unga allaqachon eng kuchsiz ovchi degan laqab qo'yib bo'lishgan edi. U ichkariga kirayotib hamma bilan salomlashadi. Shunda Park nega hamma uni taniydi deb so'raydi. Balki u qandaydir super kuchli ovchi deb o'ylaydi, lekin aslida buning aksi edi. Jinvu eng kuchsiz ovchi sifatida tanilib bo'lgan edi. U hattoki Y darajali zindondan ham jarohat olib kasalxonaga tushishga ulgurgan. U shunchalik kuchsiz ediki, uning uchun yangi F daraja yaratishsa ham bo'lar edi. Lekin qizig'i shundaki, uni eng kuchsiz degan obro'si o'ziga foyda keltirardi. Agar uni zindon reydiga chaqirishsa, demak bu reyd juda oson bo'ladi. Jinvu o'zi haqida aytilgan har bir so'zni eshitdi, lekin buni inkor eta olmadi, chunki bu haqiqat edi. U shunchaki juda kuchsiz edi va Juhi ismli bir ayol uni chaqirdi va ma'lum bo'lishicha, Jinvu uni avvalgi missiyadan taniydi, lekin salomlashishni unutgan. Uning so'nggi jarohatidan ko'proq xavotirda edi va bu safar nima bo'lganini so'raydi. Ular o'tirishadi va Jinvu eng past darajali zindondan ham jarohat olganini uyat bilan aytib beradi. Va qarang, jamoada hattoki davolovchi ham bo'lmagan, chunki ular hech bir ovchi u yerda o'zini jarohatlaydigan darajada ahmoq bo'ladi deb o'ylashmagan edi. Juhi uning nomidan jahli chiqadi, lekin Jinvu ularning aybi emasligini allaqachon biladi. Bu boshidan o'zi shunchalik kuchsiz bo'lgani uchun uning aybligini aniq biladi. Shunda Songchol ismli bir yigit bu ekspeditsiyada o'zi jamoa sardori bo'lishni taklif qiladi. Unga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Shuning uchun u yo'l boshlaydi va Jinvu kirishidan oldin unga yana jarohatlanmasligi uchun guruhga yaqinroq yurish haqida do'stona eslatma oladi. Jinvuning yagona quroli deyarli sehrli kuchi yo'q arzimas bir pichoq edi, chunki u o'zini kam daromadiga faqat shuni sotib ola oladi. Lekin u baribir bor kuchini ishga solishga qasam ichdi. Boshqa bir joyda ovchilar assotsiatsiyasining Juhi ismli prezidenti bor. U hukumat bilan uchrashuvni endigina tugatdi. Ular zindon yorilishi deb ataladigan narsadan qochish kerakligi haqida ogohlantirishdi. Biroq o'sha odamlarning o'zlari zindondan olingan narsalarni ularga berishni talab
qilishdi. Assotsiatsiya a'zolari zindondan topilgan narsalarni sotib kun ko'rishadi. Shuning uchun Juhining bu so'rov bilan muammosi yo'q edi. Ular sehrli mavjudotlarni mag'lub etib oladigan kristallarni sehrli toshlar deb atashadi va ularni pulga sotishadi. Endi esa Jinvuga qaytamiz. Qandaydir yo'l bilan u sehrli toshni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Albatta, u nihoyat bittasini olganidan juda xursand, lekin tez orada goblindan o'zini himoya qilishga to'g'ri keladi. Jinvu goblinga hujum qilganida uning pichog'i chilparchin bo'lib sinib ketadi. Goblin esa qahramonimizga hujum qiladi va Jinvu qarshilik ko'rsatish o'rniga shunchaki baqirib turadi. Yaxshiyamki avvalgi katta yigit foydasiz qizning yoniga o'tib Jinvuni qutqaradi. U uni davolayotganda Jinvu faqat jamoada qolgan a'zolari barcha ishni bajarayotganini tomosha qila oladi xolos. Keyin esa biz yuqori darajali sehrli mavjudotlardan olingan sehrli toshlardan yanada kuchliroq qurollar yasash va undan ham kuchliroq mavjudotlarni mag'lub etish uchun foydalanish mumkinligini bilib olamiz. Zindondagi mana kristallar ham qurol sifatida ishlatilinishi mumkin, lekin ular sehrli toshlar kabi samarali emas. Hukumat bu narsalarni yangi turdagi energiya manbai sifatida foydalanmoqchi. Bu esa boshqa turdagi quvvatlarga qaraganda xavfsizroq va kamroq ifloslanishga olib keladi. Bu go'yoki mukammal yashil energiya va hukumat bu toshlar va kristallardan elektr energiyasini ishlab chiqarishni qattiq o'rganmoqda. Bu narsalarni faqat zindondan olish mumkinligi sababli ovchilar nihoyatda qimmatli bo'lib qolishadi. Jinvuni hayron bo'ladigan holati nega u jangchi bo'lgan, lekin har doim jarohatlanadi va eng qizig'i u o'z ajalini tez orada topaman deb o'ylaydi. Jinvu esa uzr so'raydi, lekin uning so'zlari unchalik ahamiyatga ega emas. Hamma jangdan olingan o'ljadan o'z ulushini oladi, lekin mana kristallari ko'p emas edi. Shuning uchun ular ko'p pul ishlay olmaydi. Jinvu esa o'ziga shubha qila boshlaydi va arzimas Y darajali tosh olganidan hafsalasi pir bo'ladi. U hayotini xavf ostiga qo'yishga arziydimi yoki yo'qmi deb o'ylay boshlaydi. Jamoadagi bir yigit hammaning e'tiborini ulkan bir teshikka qaratadi. Ular bu nima ekanligini aniqlash uchun atrofga to'planishadi. Bu teshik esa g'orga o'xshaydi, lekin ular zindonda ichida edi. Shuning uchun bu qo'sh zindon bo'lishi ehtimoli ko'proq edi. Bu holat esa kamdan kam uchraydigan holatlardan biri, lekin ular bu haqida avval eshitishgan va ularning shubhasi tasdiqlandi. Chunki ular allaqachon zindon bossini yengishgan edi, lekin joy oddiy zindon kabi yopila boshlamagan. Endi esa Sonchol aql bilan ish tutishga harakat qiladi va oddiy protokolga rioya qilib assistentlarga qo'sh zindon haqida xabar berish kerak edi va ularning ko'rsatmalariga amal qilishni taklif qiladi, lekin jamoa bu fikrga qo'shilmaydi, chunki ular ichkarida kutayotgan barcha o'ljadan voz kechishlari kerak edi. Keyin Park ismli yigit bu shunchaki F darajali zona-ku deydi va keyin xotini va bolasini eslab ularni boqish uchun ko'proq pul topish kerakligini aytadi. Songchol ularni hammasini nima demoqchi ekanligini bitida tushunadi, lekin qaror qabul qilishdan oldin hammani fikrini eshitmoqchi bo'ladi. Har bir jamoa a'zosi ichkariga kirishni ma'qullab, bu aniq o'lim tuzog'i ekanligini anglagan holda o'z fikrlarini bildirishadi. Aslida 6 kishi g'orga kirishga rozi, 6 kishi esa orqaga qaytishni xohlaydi. Bu esa kimdir bu tenglikni buzish kerak ekanligini aniq bildiradi va ovoz bermagan faqatgina Jinvu qoladi. Qaror qabul qilish esa unga bog'liq va D darajali zindon uning uchun o'ta xavfli ekanligini o'zi juda yaxshi biladi, lekin otasi bedarak yo'qolgan, oilasida pul topa oladigan yagona odam o'zi. Uning zimmasida allaqachon bir dunyo moliyaviy mas'uliyatlari bor. Onasi kasalxonada, singlisi esa kollejga borish kerak. Shuning uchun u abadiy kambag'al bo'lib qola olmaydi. Shuning uchun u zindonga kirishga qaror qabul qiladi. Boshqa joyda laboratoriyada odamlarning sehrli kuchlarini sinovdan o'tkazilmoqda. Kutishxonasida boshqalar har qanday istiqbolli yangi ovchilarni yo'llashga tayyor. Choy ismli darajali ovchi o'z odamlariga yoshi va jinsidan qat'iy nazar ularni yollashlarini aytadi. Ayni paytda bir nechta og'ir sumkali o'g'rilar yo'lda turgan qizni bosib ketishga tayyorlanishadi. Bu qiz qo'rqmasdan, ko'zini yummasdan o'sha yigitlarni sumkasini tortib oladi. Bu uning uchun oddiy kundalik ishdek. Bu qiz mashhur S darajali ovchi Chahi. Muxlislari esa u uchun aqldan ozadi va u juda dramatik tarzda chiqib ketadi. Endi esa zindonga qaytadigan bo'lsak, jamoa 40 daqiqadan beri yuribdi va hali hech qanday qimmatbaho narsani topishmadi. Zindonga kirish eshigi esa 1 soatdan keyin yopiladi. Demak, ularning vaqti tugashiga atigi 20 daqiqa qoldi. Jinvu o'zini ovozi tufayli Juhinni ham o'zi bilan olib ketgani uchun uzr so'raydi, lekin Jinvuning o'zini hayot haqida ko'proq qayg'urmasligidan jahli chiqadi. Agar unga pichoq sal teparoq sanchilganida u o'lgan bo'lardi va bundan tashqari uning qo'llari va oyoqlarini davolashga hech ham qiynalmas edi. U esa o'zini qo'yishda davom etadi va bu faqat B darajali davolovchi tufayli tirik qolganini tushunadi. Jinvuning rahmi keladi, shuning uchun unga ovqat olib berish yaxshi uzr bo'lishini taklif qiladi. Bizning yigit esa bu dadillikdan hayratda qoladi, lekin ular suhbatni davom ettirishdan oldin jamoa bosxonasini topadi. Bunchalik katta eshiklarni topish g'ayrioddiy, shuning uchun nimadir noto'g'ridek tuyuladi. Kim quruq qo'l bilan ketishni
istamaydi va ichkariga kirishga qat'iy qaror qabul qilishadi va boshqalar ham bunga qo'shilishadi. Ayni paytda shaharda bir guruh ovchilar Gohining videosini tomosha qilib orientatsiyadan o'tishmoqda. U zindon portali 10 yildan ortiq vaqtdan beri mavjudligini va uning ichida hali ko'plab sirlar borligini tushuntiradi. Ovchi bo'lish esa xavfli, hatto tajribalilar uchun ham. Shuning uchun ular reyd missiyasi paytida doimo ehtiyot bo'lishlari kerak. Ular kibrlanishga haqli emas va omon qolishlari ularning asosiy kaliti. Biroq zindondagi guruh bu so'zlarni butunlay unutishganga o'xshaydi va sirli, xavfli va o'rganilmagan xonaga kirishmoqda. Bu yigitlar o'zlarini juda tabiiy tutishadi, go'yoki ular qandaydir attraksionda yurgandek, chunki ular hech qachon bunday zindonda ko'rishmagan. Haykallar qadimiy ko'rinadi va kamida 100 yillik. Jinvuning nigohi eng kattasiga qadalgan va Juhi g'alati sukunat tufayli bezovtalana boshlaydi. Hamma boz qayerda ekanligiga hayron va so'ng chol polda sehrli doiraga o'xshagan narsaga tikilib turadi. Uning e'tiborini qadimiy yozuvlar bitilgan planshet tortadi. Unda esa qandaydir xudoga sig'inish haqidagi amrlar bor edi. Lekin Song boshqa narsadan ko'proq xavotirda edi. Juhi ulkan haykalning ko'zlari unga qarab turgandek harakatlanganligini aniq ko'rganiga ishonchi komil. Jinvu uni shunchaki aqldan ozyapti deb o'ylaydi, lekin eshik to'satdan yopilganda hamma hayratda qoladi. Jamoaning bir a'zosi boshidan bu yerga kirishni istamagan yigit nimadir noto'g'ri ekanligini tushunib qochishga harakat qiladi. Lekin kutilmaganda haykallardan biri bir zumda uning tanasini yarmini kesib tashlaydi. Hamma aqldan ozadi, chunki nafaqat kimdir o'ldi, balki uni shunchalik tez olib ketishdiki, hech kim bu kuchga qarshi tura olmadi. Bizning yigit nigohini asosiy haykalga qaratadi. U ham harakatlanmasligiga umid qilib, lekin dahshat bilan u ham unga qaraydi. Biz Jivuning o'tmishiga nazar tashlaymiz. Yigit jiddiy hayot-mamot vaziyatlaridan o'tgan. Birinchi missiyada u jamoadoshlaridan ajralib qolib hujumga uchragan. Boshqa safar esa labirintda qolib ochlikdan o'lishga sal qolgan. U hatto qandaydir kuchsiz sehrli maxluqdan jarohatlanib haftalab kasalxonada yotgan. Hatto eng past darajali zindon ham bu yigit uchun haqiqiy xavf tug'diradi. Ko'pchilik ovchilar toshlarni yig'ib, ularni sotib yaxshiroq qurol sotib olishadi. Bu qurollar bilan kuchliroq maxluqlarni yengib kattaroq mukofotlar olishlari mumkin. Lekin Jinvu unday emas. U arzon kichkina pichoq bilan qolib ketgan va agar jang paytida u sinib qolsa, u yalang qo'l bilan jang qilishga majbur bo'ladi. Uning kiyimlari yirtiq, yamoq, uni doim boshqalar masxara qiladi va bu xavfli ishda tiqilib qolgan. Bu ish esa arang ro'zg'or tebratish uchun yetadi. Uning omon qolishini yagona yo'li aqlli hiylalar topish va atrofdagi har bir mayda-chuyda narsalarni o'rganish. Endi esa hozirgi kunga qaytsak, Jinvu ulkan haykaldan taralayotgan xavfni sezadi, lekin boshqalarni o'z vaqtida ogohlantira olmaydi. Bu ulkan haykal ko'zlaridan katta nur chiqarib, xaos va vayrongarchilikka sabab bo'ladi. Jamoa vahimaga tushgan, nima bo'layotganini tushuna olmayapti. Juhi qo'rquvdan titrayapti va uning do'sti Jinvu ishlar qanday qilib bu ahvolga kelib qolganidan hayron. Ular chiqish yo'li yo'q tuzoqqa tushib qolishgan va agar bu safar Jinvuning omadi kelsa ham, u ich-ichidan ertami kechmi o'lishini biladi, lekin bizning yigit o'lishdan oldin One Piece'ni yangi seriyasini ko'rishni orzu qilardi. Songchol hammaga joyida qolishini aytadi, chunki agar ular harakat qilsa, haykal yana zarba beradi. Jinvu qo'rquvdan qimirlay olmayapti va Song uning avvalgi ogohlantirishi uchun rahmat aytadi. U hammaga yerga otishini baqirganida ularning hammasini qutqargan bo'lar edi. Song juda qattiq yigit va Jinvu uning bir qo'li yo'qligini ko'rib hayratda qoladi. Jinvu uning qonini to'xtatish kerak edi, chunki Junhi vahimaga tushgan va bosimni ko'tara olmayapti. Bir narsani esda tutish kerak, u B darajali davolovchi edi. Lekin uning qo'rqoqligi faqat oson reydlar bilan cheklanmaydi. Song o'zi ham ko'plab B darajali reydlarda bo'lgan. Shuning uchun bu haykal A daraja yoki hatto S daraja emasligini ayta oladi. Planshetda esa xudoni ulug'lash yoki oqibatlariga duchor bo'lish haqida yozilgan edi. Shuning uchun Jinvu bu haykal o'sha aytilgan xudo bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Keyin biz 10 yil oldin bu darvozalar hamma joyda paydo bo'la boshlaganini va har xil g'ayritabiiy narsalarni olib kelganligini bilib olamiz. Buning bir natijasi odamlarda ovchi deb ataladigan maxsus kuchlarning uyg'onishi. Ularning ishi zindondagi maxluqlarni yo'q qilish va bir marta ovchining kuchi uyg'ongach, u o'zgarmaydi. Maktabda esa Jinvuning singlisi bir qizga akasi doim jarohatlanib yurish haqida aytib beradi. Bu qiz esa Jinvuning ovchi ekanligiga ishonmaydi va o'zi ham undan yaxshiroq ovchi bo'lishini aytadi. Endi esa zindonga qaytsak, Son qochish rejasini tuzmoqchi, lekin bir odamning sabri tugadi. U yaqindagina mashhur gildiyaga a'zo bo'lgan va hozir o'lishni istamaydi. Bu yigit esa o'zining aql bovar qilmas tezligi uni bu yerdan olib chiqishiga ishonadi. U haqiqatdan ham juda tez yugurishni boshlaydi, lekin haykal uni haqiqatdan ham parchalab tashlaydi. Orqasida faqat uni tez oyoqlari qoladi. Bu aniq narsani ko'rsatadiki, bu haykal agar xohlasa ularni hammasini bir zumda yo'q qila oladi va buni osonlikcha qiladi.
Xo'sh, endi savol, nega u unday qilmayapti? Jinvu bu birinchi amr, ya'ni Xudoga sig'inish bilan bog'liq bo'lish kerakligini tushunadi. Jinvu bir g'oya bilan o'rnidan turadi va yuzida qat'iyatli ifoda paydo bo'ladi. So'ng xavotirda, lekin Jinvuning bu chalkashlikdan omon qolishdan voz kechmaganligini ko'rib hayratda qoladi. Uning ko'zlaridagi olovdan shuni bilish mumkinki, Jinvu haykal bilan ko'z urishtiryapti va so'nggi lahzalarda uning hujumini Jinvu to'xtatishga muvaffaq bo'ladi. Bizning yigit nimadirni tushunib, hammaga ta'zim qilishni aytadi. Jinvu o'ylaydiki, agar ular boshlarini egib Xudoga hurmat ko'rsatsalar, bu g'alati haykal hujum qilmaydi. Endi boshqalarda yaxshiroq fikr yo'q va ular uni o'ylashga kalta fahm. Shuning uchun ular hammasi qo'rquvdan titrab, bu ularning jonini saqlab qolishiga umid qilib haykallarga ta'zim qila boshlaydilar. Lekin haykallar dahshatli yuz ifodasini olganda ishlar qo'rqinchli tus oladi. Bir tentak esa hamma narsaga qaramay haykal hujum qilmayotgandan ruhlanib, o'rnidan turib yugurib ketadi va nima deb o'ylaysizlar? Hamma uning ahmoqona ishiga ergashadi. Lekin bizning yigit aytadiki, bu ishning davomi bor. Aynan o'sha paytda haykal g'alati harakat qilib o'rnidan turadi. Endi go'yoki Sardor Jinvuga yuzlanadi, unda reja borligiga umid qilib, lekin bizning yigitlarda reja yo'q, faqat planshetdagi amirlikni buzib bo'lmasligi haqida fakt bor xolos. Ikkinchi amirda esa Xudoni ulug'lash kerak deyilgan. Shuning uchun uzun sochli jasur bir yigit oldinga chiqib o'sha narsaga ibodat qilib boshlaydi. Hamma esa bu ish beryapti deb o'ylaydi, chunki maxluq sekinlashadi, lekin Jinvu yaxshiroq biladi va bu yigitning so'zlari bu Xudoga tegishli emasligini aytadi va portlash. Haykal bechora yigitni ezib tashlaydi va hamma aqldan ozadi. To'liq xaos, qandaydir bir qiz eziladi va hamma tarqalishni eng yaxshi yo'l deb qaror qiladi. Park oilasi haqida o'ylaydi va ularni otasiz qoldira olmasligini biladi. Lekin u noto'g'ri harakat qiladi va boshqa haykal tomonidan tilka pora qilinadi. Ayni paytda Jinvu Juhi bilan birga qochishyapti va bu chalkash Xudoni maqtashni yo'lini topish uchun miyasini ishlatyapti. Ya'ni bu maxluq deyarli shaytonning o'zi. Qanday qilib uni maqtash uchun biror narsa topish mumkin. Lekin qahramonimiz Juhini tashlab keta olmasligini biladi, chunki atrofdagilar pashshadek o'lib ketishyapti. Jinvu vahimaga tushyapti va har qanday dalilni qidiryapti. U bu haykallar ushlab turgan hamma narsani tekshirib chiqadi. Keyin uning xayoliga bir fikr keladi va hammaga asbob ushlab turgan haykal tomon borishini aytadi. Shunday qilib hamma uning ortidan ergashadi va bu haykallar hujum qilmasligi aniq bo'ladi. Aksincha ular o'z asboblarini chala boshlaydilar. Lekin bizning yigit o'z haykaliga yetib kelganida u musiqa chalmayotgan bo'ladi. Shuning uchun u ikki kishi bilan ishlamaydi deb o'ylaydi. Jinvu Junhini ortda qoldiradi va o'sha haykal o'z kuyini chala boshlaydi. U o'z haykalini topish uchun yuguradi, lekin u deyarli ezilib qolishiga sal qoladi. Keyin kimdir baqiradi, chunki Jinvu o'zining bechora tanasini noto'g'ri haykalning oldiga tashlagan. U qalqonni to'g'ri uning ustiga uradi va Junhi aqldan ozib Jinvu deb baqiradi. Bizning yigit hali tirik, lekin u juda yomon ahvolda. Taslim bo'lmaslikka qat'iy qaror qabul qiladi. Lekin bu ulkan maxluq uni butunlay tugatishga tayyor. Jinvu o'lishga tayyor emas, hatto o'sha ulkan maxluq oyog'ini bosganda ham. Lekin nima deb o'ylaysiz? Aynan o'z vaqtida bir haykal qo'shiq aytishni boshlaydi va biz Jinvuning o'sha haykalga so'nggi lahzalarda yetib borganini ko'rishimiz mumkin. U nihoyat Xudoni maqtash nima ekanligini tushunadi va ulkan haykal tinchlanib joyiga o'tiradi. Jinvu Juhiga yaxshi ekanligini aytadi, lekin uning oyog'ini uzilganini ko'rib hamma hayratda qoladi. U uning yaxshi bo'lib ketishiga ishontirishga harakat qiladi, lekin bunga u ishonmaydi. U uni davolashga qat'iy qaror qabul qilgan, lekin uning o'z tanasi ham bo'shasha boshlaydi. Hamma bu reyd qanday qilib do'zaxga aylanganligini ko'rib hayratda bo'ladi. Hatto bir yigit so'ngga qo'lini yo'qotgani, ularni bu chalkash yo'lga boshlagani uchun karma ekanligini aytadi. Boshqalar bu juda qattiq gap deb o'ylashadi, lekin so'ng bu to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Lekin Jinvu bu ahmoqlarning hammasidan ancha aqlli, chunki u janjallashishga vaqt yo'qligini biladi, chunki hali ham bitta amr qolgan. Aynan o'sha paytda ulkan haykalxonaning o'rtasida qurbongoh ko'tariladi. Jinvu ularni afsonalardan yaxshi biladi. U yerda ular xudolarga xazna va qurbonliklar keltirish uchun ishlatilinadi. Uchinchi amr esa Xudoga bo'lgan ishonchingizni isbotlash haqida edi. Hamma kimnidir hayotini qurbonlik qilish kerak deb o'ylaydi va ularning Sardordan yaxshiroq nomzodi topa olmaydi. Ular hammasi jamoadoshlarini o'limlarini ko'rishdi va bunda Song aybdor. Shunday qilib Song qurbongohga qadam qo'yadi, lekin Jinvu bu faqat uning aybi emasligini, chunki ular hammasi bu yerga tushishga ovoz berganini aytadi. So'ng qurbongohga yaqinlashganda olov
olov paydo bo'ladi va Jinvudan yana biror narsa qilish kerakmi deb so'raydi. Bizning yigit ularning orasidagi eng aqlli va jasuri edi. Boshqalardan uni qurbongohga olib borishlarini so'raydi. Shunda u tekshirib olishi mumkin edi. Jinvu ularga yomon narsa bo'ladi deb o'ylamaydi. Shuning uchun ular uni u yerga olib borishlari kerak edi va ular yana olov paydo bo'lganini ko'rishadi. So'ng Jinvudan javob so'rashda davom etadi, lekin u hali hech narsa o'ylab topmagan edi. So'ng darvoza bir hafta davomida ochiq bo'lganligini tushuntiradi. Shuning uchun kimdir ularni qutqarishga kelguncha haykallar yana harakatlana boshlaydi. Jinvu darvozani to'liq ochilishi uchun 7 kun kerak bo'lishini eslaydi va bu zindon yorilishi deb ataladi. Bu sodir bo'lganda ularning maxluqlari bizning tomonga o'tishi mumkin edi. Bu reydlarning asosiy maqsadi zindon bossini mag'lub etish va o'sha vaqt tugaguncha darvozani yopish. Shunday qilib, agar ular hozir bu bossni yenga olmasalar, o'sha la'nati ulkan maxluq bizning dunyoga bostirib kiradi va u juda qo'rqinchli edi. Ularning dunyosiga qaytsak, Jinna Jinvuning onasini ko'rgani boradi va ular suhbatlasha boshlaydi, lekin ularning onasi juda yomon ahvolda edi. Ular har bir odam uchun bitta olov kerakligini taxmin qilishadi. Ular buni qilgach, olovlar yana paydo bo'ladi va la'nati eshik keng ochiladi. Ular hammasi vahimaga tushadi. Bu tuzoq bo'lishi mumkin deb o'ylashadi va ularni hayratda qoldirib, boshqa haykallar ularga qarab harakatlana boshlaydi. Hamma vahimada, lekin Jinvu xotirjamligini saqlab vaziyatni tahlil qila boshlaydi. Bu daho yigit aslida umuman boshqacha va hammaga haykallardan ko'z uzmaslikni aytadi. Chunki agar biz ularga qarab tursak, ular harakatlanmaydi deb ta'kidlab o'tadi. Hamma uning buyrug'iga amal qiladi va ajablanarlisi bu ish beradi. Hamma o'sha qo'rqinchli haykallardan ko'z uzmaslikka harakat qilmoqda. Lekin keyin bir qiz qo'rquvga berilib eshik tomon yugura boshlaydi va harakat qiladi. U doirani kesib o'tishi bilan uning olovi o'chadi. Lekin la'nati eshikdan u chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Songchol nima bo'layotganini tushunib olmaydi. Eshik esa biroz yopiladi, lekin qiz sog'-omon chiqib ketadi. U biz doirada qolishimiz kerak deb o'ylagandi. Shuning uchun tabiiyki javob uchun u Jinvuga yuzlanadi. Jinvu ham xuddi shunday hayron, lekin u yana hamma narsani tahlil qila boshlaydi. O'sha ko'k olovlar vaqt o'tishi bilan o'chib bormoqda. Olovlardan biri o'sha qiz qochib ketgandan keyin o'chadi. Birinchi buyruq hurmat qilish, ikkinchisi maqtash, uchinchisi esa ishonchimizni isbotlash edi. Jinvu bu eshik tuzoq ekanligiga amin edi va bu vaziyat o'ta xavfli va bu bizni miyamizni chalkashtirib, soxta umid bermoqda deydi. Bu ularni Xudoga bo'lgan ishonchini sinovi ekanligi haqida o'ylashga majbur qiladi. Keyingi ahmoq qochishga qaror qilganda Jinvu yerga yiqiladi va xuddi shunday narsa sodir bo'ladi. Uning olovi o'chadi, eshik yana biroz yopiladi va u qochib qutulganga o'xshaydi. Kim ham ketish haqida o'ylay boshlaydi, lekin Jinvu hammaga harakatlanmasligini ogohlantiradi. Agar yana kimdir ketsa, haykallarning harakatini to'xtatib bo'lmas edi va ularni to'xtatish uchun yetarlicha ko'zlar bo'lmasdi. U hammaga eslatadi, biz o'sha haykallardan ko'z uzmasak va joyimizda tursak xavfsiz bo'lamiz deb ta'kidlardi xolos. Jinvu o'zini deduksiya qobiliyatini yana bir bor namoyish etib, ko'k olovlar la'nati taymerlarga o'xshashini va ular hammasi o'chganda biz ketishimiz mumkinligini anglatadi deb ta'kidlaydi. Kim esa taymer tugaganda qamalib qolish ehtimoli ham borligini ta'kidlaydi. U eng kuchsiz a'zo Jinvudan bunchalik muvaffaqiyatni kutmaganini tan oladi. Ular faqat uning sharofati bilan tirik edi, lekin Kimning oilasi uni kutmoqda va u o'lishni istamaydi. U shunchaki uyga sog'-omon yetib borishni xohlaydi va Jinvuning xato qilish xavfini ham o'z zimmasiga ola olmaydi. Kim esa uzr so'rab eshikdan otilib chiqadi. Bizning yigitda esa bu la'nati haykallarning hammasini kuzatib turish uchun yetarlicha ko'z qolmaydi. O'sha haykallar yana harakatlana boshlaydi, lekin Jinvu bu yerda o'lmoqchi emas. Ishlar har qachongidan ham yomon edi. Lekin u o'ziga avval ham qiyin vaziyatdan qochib ketganini eslaydi, lekin hozir ishlar har qachongidan ham yomonroq edi. Lekin Songchol ajablanarli tarzda Jinvu va Juhiga ketishlarini aytadi. Uning taxminicha qurbongoh yonida bir kishi qolsa eshik ochiq turadi. Jinvu va Juhining oldida uzoq umri bo'lgani sababli ular qochib ketish kerakligini ta'kidlaydi. Songchol Juhidan Jinvuga g'amxo'rlik qilish kerakligini so'raydi, lekin bechora qizning oyoqlari bo'shashib ketadi. Ishlar bundan ham yomonlashishi mumkin emas edi. Song esa Juhini Jinvuni davolash uchun o'zini juda ko'p qiynaganini tushunadi. Ishlar esa yanada pachava bo'lib ketadi. Shuning uchun Jinvu hammaga uni orqada qoldirishni aytadi. Juhini kimdir ko'tarib olib chiqish kerak edi va Song ikki oyog'i ishlaydigan yagona odam edi. U unga o'z toshini beradi. Shunda u oziq-ovqat olib yeyishi mumkin edi va ular hammasi bu zindondan chiqqanda qaytamini olishga va'da berishadi. Juhi esa uni tashlab ketmaydi, lekin Song uzr so'rab uni hushidan ketkazadi. Ularning vaqti tugab bormoqda va Jinvudan ham uzr so'rab Juhi bilan xavfsiz joyga yuguradi. Bizning yigit esa hech bo'lmaganda faqat o'zi o'lish kerakligini bilib taskin topishi mumkin va uning yagona afsusi yaxshiroq hayot sug'urtasi yo'qligi. Qahramonimiz qilichini ushlab bu haykallardan birini o'zi bilan olib ketishga qat'iy qaror qiladi va ularga kelaver
ketaveringlar deb baqiradi. O'sha haykallar to'liq vahshiy rejimga o'tib, u tirik qolishi uchun jon jahdi bilan kurashayotganda uni tilka pora qilishadi va Jinvu o'zining doim eng kuchsiz bo'lgani haqida o'ylaydi. Uni doim masxara qilishadi, lekin u har doim bor kuchini ishga solgan. Bu la'nati haykallar to'xtamaydi. Ular uning qo'lini chopib tashlaydi va Jinvu sof azobda baqiradi. U g'azabda, chunki u kuchliroq bo'lishi uchun jonini jahonga berib harakat qilgandan keyin ishlar bunday tugamasligi kerak edi. Lekin bu haykallar unga ko'proq og'riq berish maqsadida davom etib, uni yanada ezg'ilashadi. Lekin barcha muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, u darajaga yetish uchun borini bergani haqida o'ylashdan o'zini tiya olmaydi. U garchi hatto unda ozgina hayot bo'lsa ham, unda sof g'azabdan baqirish istagi bor, lekin hatto buni ham qila olmaydi, chunki uning ko'kragiga sanchishadi. Jinvu o'lim yoqasida edi, lekin siz uni tomirlarda oqayotgan g'azabni his qilishingiz mumkin. U qochib ketgan bir nechta odam shunchaki kuchsizlar bo'lgani haqida o'ylay boshlaydi. Ular endi chiday olmasliklarini aytishgan, lekin ich-ichidan ular shunchaki xudbin edilar. O'sha ahmoqlar ham o'zlarini o'ylashgan va har doim eng xudbin yaramas odamlar eng ko'p foyda ko'rishadi. Bu fikr Jinvuni g'azabini yanada kuchaytiradi. Uning ham oilasi bor. U ham xuddi o'sha omadli odamlar kabi uyga sog'-omon qaytishini xohlar edi. Og'riq esa chidab bo'lmas darajada. U faqat o'zini o'ylash kerak, yaxshi narsami deb o'ylay boshlaydi. Ezilgan holatda Jinvuni onga adashib, u qanday ikkiyuzlamachi bo'lganini tushunadi. U nafas olishga qiynalib, umidsizlarcha hayotga yopishib olgan va o'lishni istamaydi. Lekin so'nggi hujum uning ustiga tushadi va bizning yigit ko'proq g'alaba qozonishni xohlagan bo'lar edi va hamma narsa tugagandek tuyuladi. So'ng ko'k olov o'chadi va kutilmaganda sirli bildirishnoma paydo bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, u hafta jasorati deb nomlangan maxfiy topshiriqni bajargan. Demak, kimdir o'yinchi bo'lish imkoniyatini taklif qilmoqda, lekin agar u qabul qilmasa, o'yinchining yuragi soniyaning bir qismida to'xtaydi. Shunday qilib, unda tanlov bor, ha yoki yo'q. Aynan o'sha paytda Jinvu la'nati kasalxonada uyg'onadi va u hali ham la'nati qo'li borligini bilib hayratda qoladi. U tana a'zolari uzilganini sezadi va hokazo, lekin mana u uyg'ondi va u butun. Ko'kragida esa sanchiqdan biron bir iz ham yo'q va u o'ylay boshlaydi, bu hammasi shunchaki tushmidi yoki haqiqatdan ham bo'lganmi? Va bu haqida o'ylayotganda Vu ismli bir yigit kelib, o'zini ovchilar assotsiatsiyasi kuzatuv guruhi menejeri sifatida tanishtiradi. O'sha benafsha sochli yigit, ha, uning ismi Kang, lekin ular nima uchun u yerda ekanligini aytishmaydi. Ular Jinvu 3 kun davomida hushsiz bo'lganini aytishadi va qarang, Juhi va Song ham o'lmagan, lekin Song qo'lini yo'qotgan. Shuning uchun u ovchi sifatida haydalishi mumkin. Juhining ruhiy holati juda yomon, shuning uchun u psixiatrik yordam olmoqda. Lekin ahvol yaxshi emas, shuning uchun u ovchi sifatida davom ettirmasa kerak. O'sha g'alati qo'sh zindondan faqat 6 kishi tirik qoldi. Ovchi bo'lish har doim ham xavfli ish, lekin o'sha kuni sodir bo'lgan voqea haqiqiy fojia edi. Va mana haqiqiy jumboq tirik qolganlar tomonidan ogohlantirilgandan so'ng boshqa gildiya kelgan va ular Jinvuni topishgan. Mabut va boshqa haykallarning hech qanday izi yo'q. Tirik qolganlar hammasi bir xil g'alati hikoyani aytib berishgan. Bunga ishonish juda qiyin. Hammaning hikoyasi bir-biriga to'liq mos keladi. Shuning uchun hech kim ulardan shubhalanmayapti. Bu g'alati vaziyat va endi Vuning bir nazariyasi bor. Jinvuga qarab, unda kichik uyg'onish bo'lganmi deb so'raydi va u tushuntiradiki, ovchining kuchi uyg'onganida aniqlanadi va shundan keyin o'zgarmaydi. Lekin ba'zi juda kamdan kam holatlarda ovchi ikki uyg'onishdan o'tishi mumkin. Bu aql bovar qilmas voqea. Ularni avvalgi chegaralardan o'tkazib yuborishi mumkin, hattoki O yoki S darajaga olib chiqishi mumkin. Jinvu bu haqida o'ylab hayajonlanib ketadi va Vu Jinvuning kuchini sinash uchun o'lchagich olib keladi. U o'ylaydiki, agar u haqiqatdan ham tirik qolganlar aytganidek bir zumda yo'q qiladigan darajali sehrli maxluqqa qarshi chiqqan bo'lsa, past darajali ovchining hech qanday imkoniyati bo'lmasdi. Va Jinvuni tanasida biron bir maxluqni izi qolmagani sababli eng ehtimoliy tushuntirish Jinvuning ikkinchi uyg'onishi edi. Jinvu o'zining mana sinov natijalarini eshitishga juda hayajonlangan, lekin natijalar yaxshi emas va ular xato qilganini tan oladi va ular ketishadi. Ma'lum bo'lishicha, Jinvu sinovda atiga 10 ball olgan, hatto Y darajadagilar odatda 70 ball olishadi. 10 ball Jinvuni oddiy fuqaro darajasiga qo'yadi va bundan tashqari zindon shunchaki g'oyib bo'lgan, shuning uchun ular Jinvuni qanday tirik qolganini tekshira olisha olmaydi. Jinvu bu voqeadan hafsalasi pir bo'lgan, lekin u nega o'sha yigitlar havoda suzib yurgan g'alati narsa haqida so'ramaganiga hayron. U uni faqat o'zi ko'rayotgandan vahimaga tushadi va keyin bu sensor ekraniga o'xshash narsa ekanligini tushunadi. Jinvu o'yinchi bo'lish haqida xabar olganini eslaydi, lekin singlisi uni xayollarini buzadi. U undan xavotirda, shuning uchun u uzr so'rab panellarni ko'ra olayotganini so'raydi. U ko'ra olmaydi. Shuning uchun o'yinlarda xabarlarni ochish odatda qanday ishlashini biladimi yoki yo'qmi deb so'raydi. Jinna
buni aqldan ozgan deb o'ylaydi. Lekin bizning yigit unga avval geymer bo'lganini eslatadi. U unga aniq javob berib, shunchaki kiruvchi xabarni tekshirish kerakligini aytadi. Aynan o'sha paytda Jinvuni kundalik topshirig'i borligi haqida bildirishnoma paydo bo'ladi. Bu kuch mashqlari haqida edi. Jindan ketganidan so'ng qahramonimiz bir tonna shunday panellarni ochib tashlaydi. Ular tizim o'yinchining yaxshilanishiga yordam berish uchun mavjudligi va agar u unga rioya qilmasa, oqibatlari yomon bo'lishini tushuntirishadi. Ular unga bir nechta mukofotlar ham yuborishgan. Lekin Jinvu bularning hech birini tushunmaydi. Jinvu o'zini kundalik topshirig'ini qabul qiladi. Unda отжимания, press, приседания va yugurish kabi bir qator mashqlar bor edi. Lekin agar u topshiriqlarni bajara olmasa, u jazolanadi. Jinvu buni hammasini hazilmi deb o'ylay boshlaydi. Chunki u kasalxonada yotibdi va bu ahmoqgarchiliklarga hech qanday kuchi yo'q. Tashqarida Vu raisga Jinvuda ikkinchi uyg'onish bo'lmaganligini aytadi. Butun voqea hali ham sir. Shuning uchun ular buni maxsus holatda belgilab ko'proq o'rganishga qaror qabul qilishadi. Ayni paytda janob Choi Chahiga u bir darajali reydni bir qismi sifatida instruktor bo'lishini aytadi. Bu reyd yangi kelganlarni sinab o'rgatadi va undan yaxshiroq instruktor topa olmaydi. Chahi o'zining o'qituvchilik mahoratiga shubha qiladi, lekin janob Choi unga shunchalik har doimgidek jang qilishni aytadi va hamma uni kuzatib o'rganadi. U ovchilar gildiyasi mamlakatining eng yaxshi 5 ta gildiyasidan biri ekanligini, lekin xalqaro miqyosda ular hech narsa emasligini tushuntirishda davom etadi. Ovchilar o'z-o'zidan daraja ko'tara olmaydilar, lekin ular o'zlarini jamoaviy jangovar mahoratlarini yaxshilashlari mumkin. Boshqa bir joyda yana bir darvoza ochiladi va kuzatuvchilar ovchilar qachon kelishadi deb savol berishni boshlaydilar. Kasalxonada yarim tunga yetganda Jinvu uxlab qoladi. Keyin bildirishnoma o'z-o'zidan paydo bo'ladi va uni topshirig'ini tugatmagani haqida aytadi va to'satdan yer aqldan ozgandek silkinishda boshlaydi. Jinvu o'zini cholning o'rtasida topib oladi. U juda qo'rqib ketadi va bundan ham yomoni uning oldida ulkan bir qo'rqinchli qurt maxluq bor edi. Lekin to'satdan yana bir bildirishnoma paydo bo'ladi. Unda jazo topshirig'i borligi va u 4 soat davomida tirik qolish kerakligi aytilgan. Kasalxonaga qaytadigan bo'lsak, hamshiralar Jinvuni qayoqqa g'oyib bo'ldi deb o'ylashadi, chunki u hech qayerda yo'q edi. Ular bizning qahramonimiz qandaydir boshqa o'lchamda o'z jonini saqlab qolish uchun yugurayotganini bilishmaydi. Ulkan qurt unga yaqinlashmoqda va u "Voy-vo" deydi, chunki ular bittadan ko'p edi va agar bu yetarli bo'lmasa, Jinvuni kasalxonaga qaytish uchun 2 soat vaqti bor. Hamshiralar uni qidirishda davom etishadi. Ular hammasi xavotirda. Ayni paytda bechora Jinvu vaqti tugaganini bilib, jon jahdi bilan yugurmoqda. Qurtlar tobora uni oldiga yaqinlashmoqda, lekin soat belgilangan vaqtga yetganida Jinvu o'zini kasalxonada topadi. Bildirishnoma uni jazo topshirig'ini bajarganini tasdiqlaydi, lekin Jinvu shunchalik holdan to'yganki, u qayd qilib hushidan ketadi. U yana qanaqadir mukofot oladi, lekin u hushsiz va bundan bexabar. Keyinroq Jinvu singlisiga xabar beradi va tez orada uyga qaytishi mumkinligini aytadi. Shunday qilib, u o'zini chiroyli sport kiyimlarini kiyib tashqariga chiqadi. Boshqa bir joyda Johiga reydga qo'shilash uchun so'rov keladi, chunki qandaydir darajali darvoza paydo bo'lgan. Boshqa gildiyalar band va Johi borishga rozi bo'la olmaydi. Boshqa tomondan Johi Jinvuni komadan uyg'ongani haqida yaxshi xabar oladi. Johi uni ko'rgani borayotganda juda asabiylashadi, lekin hamshiralar u uyg'ongandan beri har kungi kabi yana yuguryapti deyishadi. Tashqarida esa Jinvu uyg'onganiga 4 kun bo'lgani va bir necha narsani o'rgangani haqida o'ylay boshlaydi. Birinchidan, u ko'rayotgan qalqib qiluvchi o'yinlar haqiqiy qandaydir g'alati gallyutsinatsiyalar emas va u o'zining kundalik topshirig'ini bajarganda u 3 turdagi mukofot oladi. Biri to'liq tiklanish. U hozir bugungi yugurishdan qolgan charchoqni ketkazish uchun ishlatadi. Keyingi qobiliyat ochkolari bor. Ularni o'z mahoratini oshirish uchun ishlatsa bo'ladi. Hozirda bizning yigit farqini to'liq his qilgani yo'q. Unda jiddiy kuch bor. Xullas, Jinvu eventlar ekrani bilan ishlashga usta bo'lib qoldi. Jinvu bir lahzada hayoti qanchalik g'alati bo'lib qolganini o'ylab, bu xuddi video o'yinga o'xshaydi deb o'ylanib qoladi. Lekin o'z ekranlari bilan ovora bo'layotganda atrofdagilar unga anqayib qarashadi. Xullas, bu yigit o'zining kundalik topshiriqlarini bajaradi va mukofot sifatida tasodifiy o'lja qutisini oladi va u nima deb o'ylaysiz? Odatda u faqat ruchka va bint kabi keraksiz narsalarni olardi. Shuning uchun bu kalit to'liq unga surpriz bo'ldi. Keyin unga kalit qandaydir lahzali zindonga teleportatsiya qilish uchun kerak ekanligi haqida bildirishnoma oladi. Endi Jinvu lahzali zindon nima ekanligini bilmaydi, lekin bo'layotgan voqealarga asoslanib bu unga kuchliroq bo'lishga yordam berishga qandaydir tadbir deb o'ylaydi. Bu dunyoda darvozalar deb ataladigan narsalar doim ochilib turadi va ularni kuzatib borish uchun unga hatto yangiliklar hisoboti ham bor. Jinvu onasini ko'rgani boradi va uni hushsiz topganini eslaydi. Ma'lum bo'lishicha, onasida so'nggi dam deb ataladigan g'alati uyqu kasalligi bor va u darvozalar
paydo bo'lganida yuzaga chiqqan. Ba'zilar buni doimiy ma'na ta'siri tufayli deydi. Zamonaviy tibbiyot ularni hayotiy ta'mirlash apparatida ushlab turishdan boshqa ko'p narsa qila olmaydi. Jinvu onasining davolashi uchun pul to'lash maqsadida ovchi bo'lish uchun yetarlicha pul to'plashga rosa harakat qilgan. Jinvu bundan buyon hammasi yaxshi bo'lishiga ishontirishga harakat qiladi va unga ishonishini aytadi. Avvallari o'zi ham jangda foydasiz ekanligini juda yaxshi bilardi va shu sababli mukofotdan ham hech narsa olmas edi, lekin endi ishlar boshqacha. Jinvu o'z tanasini mashq qildirish uchun ishlamoqda, barcha qobiliyatlar ochkosini kuchga sarflamoqda. Bu yigit kuchliroq bo'lishga qat'iy qaror qabul qilgan va hech qanday bemalilikka toqati yo'q. Shunday qilib u kalit bildirishnomasidagi joyga boradi, nima bo'lishiga to'liq tayyor bo'lib. Va agar ishlar o'sha reydagi jiddiylashib ketsa, u shunchaki dumini qisib qochib ketardi. Jinvu kalitni chiqarganida, bam, kutilmaganda kalit teshigi paydo bo'ladi. Jinvu kalitni ochish uchun ishlatadi va portlash. Eski darvoza paydo bo'ladi. Shunday qilib u undan o'tadi va nima deb o'ylaysiz? U lahzali zindonda ekanligi haqida bildirishnoma paydo bo'ladi. Chiqish yopilgan, lekin oddiy odamlar buni sezmaydi ham. Ma'lum bo'lishicha, bu joy butunlay boshqacha o'lchamga o'xshaydi va bu lahzali zindonlar oddiy zindonlarga o'xshamaydi. U bu qizil darvoza deb o'ylaydi, lekin u yerda hech qachon bo'lmagani uchun ular haqida ko'p ma'lumotga ega emas. Jinvu rejalashtirgandek shunchalik qochib keta olmasligini tushunadi va keyin yana bir bildirishnoma paydo bo'ladi. Unda aytilishicha, bu yerdan chiqishning yagona yo'li bossni mag'lub etish yoki teleportatsiya toshidan foydalanish. Jinvu avval hatto yer darajali maxluqni ham yenga olmasdi, endi esa butun bir lahzali zindonni o'zi yolg'iz tozalash kerak. U bunga haqiqatan qodirmi deb o'ylaydi, lekin boshqa iloji yo'qligini tushunadi. Shunday qilib u yo'lda davom etadi, lekin Jinvuning ishonchi juda tez so'na boshlaydi va bu bejiz emas, chunki uning oldida bir to'la goblinlar paydo bo'ladi. Jinvuni pichoq yegan payti esga tushadi va bu goblinlar unga tashlanadi. Bu kichkina yaramaslar tinimsiz aqldan ozgandek siltanib hujum qilishadi, lekin Jinvu ulardan qochib ketishga harakat qiladi. Lekin oxir-oqibat uni yengib qo'yishadi. Lekin bilasizmi nima? Jinvuni jahli chiqib o'sha goblinlardan biriga to'g'ridan-to'g'ri pichoq uradi. Shundan keyin o'ziga ishonchi ortadi. Shuning uchun qolgan ikkitasini ham hech narsadek yo'q qiladi. Jinvu kuchayib borayotganini sezishi mumkin, lekin kutilmaganda bu maxluq paydo bo'ladi. Bu uning hancharini xuddi shishadek yasalgan kabi sindirib tashlaydi. Jinvu bu maxluq goblinlardan ancha kuchliroq ekanligini sezadi. Bu mavjudot unga tikilib turganda uning oyoqlari qaltirab qoladi. U esa o'ylay boshlaydi. Nima balam, men qo'rqyapmanmi? Chunki u shareitdan travma olganman deb o'ylamagan edi. Lekin uning oyoqlari titrashda davom etadi va bu maxluq hujumni boshlaydi. Jinvu zo'rg'a undan qochadi, lekin uni tirnab olishga maxluq ulguradi. Uning oldida davolovchi narsasi yo'q, shuning uchun agar u yana jarohatlansa, o'yin tugaydi. Bu maxluq uvullab to'g'ridan-to'g'ri Jinvuga tashlanadi. Jinvu ninzadek qochmoqda va o'zini bunchalik yengil his qilayotganiga ishonmaydi. Maxluq unga yana hujum qilishga harakat qiladi, lekin Jinvu endi bemalilikka toqat yo'q. O'yinda muloyimlikdan charchagan va kuchli zarba berishga qaror qabul qiladi. U o'z kuchini oshirgandan keyin ham o'zini qanchalik kuchli his qilayotganiga ishonmaydi. Albatta, maxluq hali ham ustunlikka ega, lekin Jinvu o'zini hayoti uchun kurashsiz taslim bo'lmaydi. Uning hujumlari unchalik ta'sir qilmayapti, shuning uchun u maxluqning zarbalaridan qochishga e'tibor qaratish kerak. Jinvu esa nima qilishni bilmay qoladi. U buni yolg'iz o'zi eplay olmasligini 100% tushunadi. Shuning uchun u qochib ketadi, chunki uning jamoasi yoki davolovchisi yo'q. Uning sumkasida faqat suv va ovqat bor va sehrli kuchi bor qurol bo'lishini xohlaydi, lekin keyin Jinvuni xayoliga ajoyib bir fikr keladi. U o'zining inventarini tekshiradi va so'nggi lahzalarda qilich chiqaradi va portlash o'sha maxluqni qilichi bilan ikkiga bo'lib tashlaydi. Jinvuni qilichi u yerga qanday tushib qolgani haqida hech qanday tasavvuri yo'q, lekin kimning unga 3 million sarflaganini aytganini eslaydi. Bu Jinvuni hech qachon sotib olmaydigan qurol edi, lekin kimga bu qiziq? Bu favqulodda holatda, shuning uchun u undan maksimal darajada foydalanishga qaror qabul qiladi. Jangdan qolgan og'riq so'na boshlaydi, lekin keyin bu la'nati maxluqlardan yana ikkalasi paydo bo'ladi. Jinvu endi qo'rqmaydi, chunki uning quroli bor, lekin qilichi tiqilib qoladi va vahimaga tushib maxluqlar yaqinlashayotganda uni zo'rg'a tortib chiqarishga harakat qiladi va aynan o'z vaqtida uni bo'shatishga muvaffaq bo'ladi. Jinvu bo'rilardan birini tepib yuboradi, lekin ikkinchisining po'lat tishi bor. U o'sha yaramasini tepib boshqa narsa topib chaynashini aytadi, chunki
chunki u endigina qilich oldi. U o'sha maxluqni yengadi va endi faqat bittasi qoladi, lekin Jinvu bu narsalar ulkan haykal oldida hech narsa emas, deydi. Endi Jinvuning qilish kerak bo'lgan yagona narsa o'zini qattiqroq ko'rsatish va qolgan bo'ri qo'rqoq mushukdek qochib ketadi. Nihoyat dam olganda Jinvu ikkinchi darajaga yetganini tushunadi. Bu uning kundalik topshiriqlari bilan hech qachon sodir bo'lmagan. U haqiqiy jang bo'lgani uchun shunday deb o'ylaydi va daraja oshganida barcha ko'rsatkichlar birga oshishini tushunadi. Demak, u haqiqiy jangda 5 ochko oladi. Kundalik topshiriqlar esa faqat unga 3 ochko beradi. U 1 ochko qanchalik farq qilishini hali aniq bilmaydi, lekin Jinvu kuch eng muhim ko'rsatkich ekanligiga amin. U hozir 32 da edi va o'zini havoda yurgandek his qilmoqda. U asosiy qobiliyatlari qancha o'rsa shuncha ko'p ochko olaman deb o'ylaydi. Bizning yigit kuchliroq bo'lish yo'lini topganidan so'ng u har qachongidan ham ko'proq ruhlangan. Shunday qilib u maxluqdan mohiyat toshlarini tekshirish uchun boradi, lekin uning o'rniga buyumlar oladi, o'yinlar kabi. Jinvu bu zindon ichidagi sehrli maxluqlar darvozadagilar bilan farq qiladi deb o'ylaydi va nima deb o'ylaysiz? U o'z tizimida do'kon borligini bilib hayratda bo'ladi, lekin uning darajasi biron bir narsa sotib olish uchun juda past edi. Lekin hech bo'lmaganda u narsasini sota olardi. Yigit bir tishdan 20 ta oltin olishga muvaffaq bo'ladi. Jinvu bu qancha turishini bilmaydi, lekin u Y darajali zindonda ekanligini eslaydi. Shuning uchun bu unchalik ko'p bo'lmasa kerak deb o'ylaydi. Endi Jinvu keyin nima qilish kerakligi haqida o'ylamoqda. U bossni mag'lub etmaguncha chiqa olmaydi va teleportatsiya toshini qayerdan topishni ham bilmaydi. Bundan ham yomoni, agar u uzoq qolsa, ovqati tugaydi va hozir bossni yenga olmasligini u juda yaxshi biladi, hatto Y darajali bo'lsa ham. Shuning uchun u avval darajasini oshirish kerakmi deb o'ylab qoladi. Bu safar u to'g'ridan to'g'ri o'sha bo'riga tashlanadi va ularni go'sht kabi kesa boshlaydi. Jinvu osonlikcha taslim bo'lmaslikka va'da beradi, lekin o'sha bo'rilar ham undan voz kechmasligini biladi. Bu yigit biroz aqldan ozyapti, chunki jangni uzoq va shiddatli bo'lishini xohlaydi. U shunchaki kuchliroq bo'lishni xohlagan, shuning uchun u tizimning barcha bema'ni qoidalariga amal qiladi. Jinvu barcha maxluqlarni kesib o'tadi va bildirishnoma hamma joyda aqldan ozgandek paydo bo'lishni boshlaydi. U tugatganda endi u bo'ri qotili ekanligi haqida so'nggi bildirishnoma oladi. Tashqarida ba'zi odamlar portal yonidan bilmasdan o'tib ketishadi. Zindon ichida Jinvu o'lgudek charchagan va qilichi deyarli sinish arafasida ekanligini tushunadi. Aynan o'sha paytda u bo'ri qotili bildirishnomani afzalligini tushuntiruvchi bildirishnoma oladi. Jinvu hayvon turidagi maxluqlar bilan jang qilganida barcha qobiliyatlariga 40% kuch qo'shiladi. Va nima deb o'ylaysiz? U o'z inventarini tekshirganda u bir to'da tish va plash topadi. Lekin eng qizig'i u teleportatsiya toshini ham topgan. Jinvu uni qochish uchun ishlatish haqida o'ylaydi, lekin ikkilanadi, chunki u yana hech qachon bunday kuchli bo'lish uchun bunchalik oson imkoniyatga ega bo'lmasligi mumkin. U bu zindondan ketgandan keyin nima bo'lishini ham bilmaydi. U shunchaki havoga singib ketishi ham mumkin. Bu o'yindagi cheklangan vaqtli tadbir kabi bo'lishi va izsiz ham yo'qolishi mumkin. Bu qiyin qaror qabul qiladi va Jinvu oldinga harakat qilishga davom etishga qaror qabul qiladi. Ayni paytda Joxiga ovchilar assotsiatsiyasidan qo'ng'iroq bo'lib, yaqin atrofdagi darvozada zindon yorilishi bo'lgani aytiladi. Ularda davolovchilar kam, shuning uchun uning yordami kerak. Joxi avval ularni rad etgani uchun o'zini aybdor his qiladi. Lekin endi u Jinvu jonini jabborga berib ishladi. Men ham harakat qilishim kerak deydi. Jinvu hali ham zindonda jang qilayotgandi. U darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, maxluqlarni yengish shunchalik oson bo'lishini tushunib yetadi. Bundan tashqari ularni tasvirlaydigan matn ranglari ham o'zgara boshlaydi. Oq rang ular juda kuchsiz ekanligini, to'q sariq ular u bilan teng ekanligini va qizil rang ular juda kuchli ekanligini anglatadi. Avval qizil bo'lgan o'sha bo'rilar, endi ular oq. Bu degani Jinvu jiddiy darajada kuchaygan, go'yoki maxluqqa aylangan. Jinvu pastda yashirinib yotgan bir maxluq borligini biladi. U hozirgi darajasida unga aralasha olmaydi. Uning sezgi qobiliyati juda zo'r va u pastda juda qo'rqinchli narsa borligini his qiladi. Bu maxluq shunchalik kuchliki, uni etini jimirlatib yuboradi. Jinvuning qilichi deyarli tugadi va bu hududda daraja oshirish uchun boshqa joy ko'rmayapti. Lekin uning butun maqsadi kuchliroq bo'lish. Shuning uchun Jinvu shunchaki zinadan pastga tushishga qaror qabul qiladi. U pastga yetganida bam, nimadir unga chaqmoq tezligida hujum qiladi va u zo'rg'a reaksiya bildirishga ulguradi. Jinvuning qilichi ikkiga bo'linadi va uning oldida ulkan ilon paydo bo'ladi. Jinvuning miyasi portlab ketadi, chunki u barcha daraja oshirganiga qaramay, bu maxluqning nomi hali ham unga to'q sariq rangda ko'rinadi. Bu esa uning o'ta qattiq
ekanligini anglatadi. Bu ilonning boss ekanligi aniq va uning qilichi qalin tangachalarni tesha olishga imkoni yo'q. U qurolsiz jang qilishi o'lim hukmi bo'lishi aniq. Shuning uchun ilon zarba berganida Jinvu bor kuchi bilan qilichni ishga soladi. Bu ulkan ilon esa qanday zarba berishni biladi. Shuning uchun Jinvu uning himoyasini aylanib o'tish yo'lini topishi kerak. Lekin bu narsaning zirhi juda qattiq. Shuning uchun Jinvu qila oladigan yagona ish o'z jonini saqlab qolish uchun yugurish. Ilon dumini haqiqiy vahshiydek siltaydi va Jinvu agar zarba yesa, ishi tamom bo'lishini biladi. U uni to'sish uchun bor kuchini ishga soladi, lekin jiddiy zarar oladi. Bu mahluq esa umuman to'xtamaydi va Jinvuni qo'g'irchoqdek uloqtiradi va unga hattoki poyez ham otib yuboradi. Bizning yigit kuchliroq bo'ldim deb o'ylagan edi, lekin bu yetarlicha emas edi. Poyez uni deyarli ezib o'tib ketadi, lekin Jinvu o'zidan shubhalana boshlaydi. U masxara bo'lishdan to'xtash uchun yana qancha kuchliroq bo'lish kerak deb o'ylab qoladi. U odamlar uni kuchsiz ovchi deb ataganini eslaydi va u unga qattiq ta'sir qiladi. Bu gapni Song aytgan va Jinvu ularni hammasini noto'g'ri ekanligini isbotlashga undagan edi. Bu ilon uni o'zining aqldan ozgan kuchi bilan yengib, butunlay yangi hududga uloqtirib yuboradi. Jinvuning ko'zi ochiladi. Unga bu laqab kuchsiz bo'lgani uchun yopishib qolgan. Xuddi shu sababdan uni masxara qilishgan. Jinvu yana bir bor qarab, aqldan ozgan kuchga ega bo'lganlar har qanday vaziyatda doim ustunlikka ega bo'lishlarini tushunadi, lekin kuchsizlarning kuchlilar atrofida qo'rquvdan titrab mag'lubdek tutishga boshqa qiladigan ishlari yo'q edi. Kuchsizlarni doim pastga urishadi. Siz aqlli, ijodkor va g'amxo'r bo'lishingiz mumkin, lekin jiddiy kuchga duch kelganingizda bularni hech biri sizni bechora joningizni saqlab qolmaydi. Jinvu mehribon bo'lish uni hech qayerga olib bormasligini tushunadi. Shuning uchun qattiqqo'l bo'lish kerak edi. Bu yangi qobiliyat bilan Jinvu to'g'ridan to'g'ri o'sha ilonga sakraydi. Vahshiy mahluq esa uni uloqtirib yuboradi, lekin Jinvu o'ziga kuchliroq bo'lishga qasam ichadi va to'satdan uning tanasi portlay boshlaydi. Jinvu ilondan yana professional tarzda qochadi va unga qilichi bilan zarba beradi, lekin endi u yanada qat'iyatliroq. U hozir his qilayotgan narsani o'sha raid paytidagi dahshat bilan solishtiradi va u o'sha kundan ancha oson bo'lishini e'lon qiladi. Jinvu yana ajoyib harakat qilib, qilichini ishlatib yana ilonga minadi, lekin keyin uni titratib chetga uloqtiradi va o'sha mahluqni yalang qo'llari bilan ushlaydi. Jinvu daraja oshirish tizimini olgandan beri o'sha kuchini oshirishga butunlay e'tibor qaratganini tan oladi. Shunday qilib u hozir o'shanga tayanishga qaror qiladi va ilonning qattiq tangalarini ezishni boshlaydi. Tashlashga harakat qiladi, lekin juda kech, chunki Jinvu o'sha yaramasni o'ldira olishini biladi. Jinvu to'g'ridan to'g'ri ilonga o'lishini talab qiladi. O'zining aqldan ozgan jismoniy kuchini ishlatib va uni mag'lub etadi. Keyin portlash yana bir necha marta daraja oshgani haqida bildirishnomalar oladi va keyin qahramonimiz kulib yuboradi va Jinvu men haqiqatan kuchliroq bo'ldim deydi va biz bu epik jangning oqibatini ko'ramiz va yana bildirishnoma u hozirgina botqoq qurolni yengganini tushuntiradi. U ilonning tishlaridan yasalgan kiyimning qilichidan 2 barobar kuchliroq ajoyib xanjar oladi. Unda hatto falaj so'rib olish effekti ham bor. Ha, u yana zaharli damlama oladi va bu uni terisini mixdek qattiq qiladi, lekin mushaklarni abadiy buzadi. Endi zindon poyezd stansiyasiga aylandi va Jinvu butun bir zindondagi mahluqlarni o'zi yolg'iz yengganini tushunadi. U singan qilichi bilan aylanib yuribdi, lekin hech kim ko'rinmaydi. Qandaydir askar Jinvuga boshpana topishini aytadi, lekin tezda Jinvuni ovchi ekanligini tushunadi va askar mening aybim, keling birga borib ularni adabini beramiz deb murojaat qiladi. Hamma joyda mahluqlar bor, shuning uchun Jinvu zindon yorilish bo'lgan portlash qandaydir sehrli mahluq chiqqan deb o'ylaydi. Askar vaziyatni ko'p qismini hal qilishganini, lekin hali bitta ulkan vahshiy mahluq qolganini aytadi. Jinvuni sezgi qobiliyati osmonga ko'tarilgan va u boss qayerda ekanligini seza oladi. Biz bu ulkan golemni hamma narsani vayron qilayotganini ko'ramiz va odamlar ahvol yanada yomonlashgandan juda qo'rqishadi. Ovchilar u bilan kurashda qiynalishmoqda va sardor davolovchilarga o'z tanklarini tirik saqlash uchun e'tibor qaratishlarini aytadi. Davolovchilar esa biz o'z ishimizni qilyapmiz deyshadi va tanklar zarar yetkazuvchilar nima qilayotganiga hayron. Zarar yetkazuvchilar esa bor kuchini ishga solishmoqda, lekin golemning himoyasi aql bovar qilmas darajada edi va bundan ham yomoni ularda sehr ishlata oladigan ovchilar yetarli emas edi. Jinvu vaziyatni ustalik bilan tahlil qiladi va bu ovchilar guruhi shoshilincha yig'ilganini tushunib yetadi. Ular birga ishlamayotganidan ajablanmasa ham bo'ladi. U yana o'z sezgisini ishlatib ularning ikkita darajasini ko'radi. Ikkita A daraja va ikkita D daraja. O'sha D darajadan biri tank. Bu esa ularni nega golimni yenga olmayotganini tushuntiradi. Bu jang ancha vaqtdan beri davom etmoqda. Keyin u davolovchilarni tekshiradi va Juhini ulardan biri ekanligini ko'rib hayratda qoladi. Ovchilardan biri Juhiga yordam berishni aytadi va unga B darajali davolovchi
qutqaruvchi bo'lish kerakligini eslatadi. Lekin keyin u qo'rquvdan chiqib sehr aytadi va ovchi "Diqqatingni jamla qizaloq" deb unga murojaat qiladi. Lekin bechora Juhi o'sha ulkan haykalning qo'rqinchli xotiralaridan qutula olmaydi. Shuning uchun u ancha diqqatni yo'qotadi. Jinvu buni hali ham vahimada ekanligini sezadi, lekin uni u ayblamaydi, chunki u ham xuddi shunday o'zini his qilmoqda. Keyin uning xayoliga ishlar aslida o'zgargani keladi. Bu golem u hozirgina jang qilgandan ancha kuchsiz ekanligi va D darajali boss. Ovchilar esa yana vahimaga tusha boshlashadi, chunki ular jangni juda tez yutqazishmoqda va ular yuqori darajali ovchisiz imkoniyatlari yo'qligini tushuna boshlaydilar. Aynan o'sha paytda Jinvu hujumga tayyorlanadi va agar ular uning himoyasini yorib o'tsa, golemni yengishlari aniq edi. Jinvu toshni teshib o'tadigan darajada kuchli hujum bilan ularga yordam berishni rejalashtiradi. Jinvu singan qilichini shunchalik kuch bilan otadiki, u golemning qalqonini parchalab tashlaydi va ovchilar unga tashlanadi. Ular zo'rg'a unga tegib uni yiqitishga muvaffaq bo'lishadi. Ular haqiqatdan ham buni qilganlariga ishonmaydilar va tank murojaat bilan chiqadi. Bizning hujumlarimizdan biri hech biri avval ta'sir qilmayotgandi. Nima bo'la uni himoyasini kim buzdi? U ulardan hech biri emasligiga amin, chunki ular hatto la'nati narsani tirnay ham olishmagandi. Keyin u yaqin atrofdagi qilichni ko'rib qoladi va ikkini ikkiga qo'shadi. U bu qilich sababchi ekanligini tushunadi, lekin ishona olmaydi. Ya'ni bu hatto 10 ta ovchi ham unga tegina olmagan boss darajadagi golem edi va uni qandaydir eski singan qilich bilan kimdir yengdi. U qilichni kim otganini ko'rmaganligini so'raydi. Askar ular bilan olib kelgan bir yigit ekanligini tushuntiradi. Lekin eng qizig'i, ovchi g'oyib bo'lgan va tank to'liq ishonchsizlik bilan tikilib turadi. Bu odamda g'ayrioddiy kuch bor edi, lekin u bu sirli ovchining darajasi qancha yuqori ekanligiga hayron bo'lmasdan iloji yo'q edi. Jinvu o'z kuchini past darajada ushlab turish uchun hududdan chiqib ketadi va bir hujum bunchalik ko'p zarar yetkazadi deb o'ylamagandim. O'z-o'ziga shunday deydi. Qahramonimiz o'z kuchining darajasini hali tushunmasa ham kerak, chunki u maxluq bu zarba berishdan oldin jiddiy shikastlangan bo'lish kerak deb o'ylaydi. Jang esa tugadi va Juhi bu qiyin paytda yordamga kelgan Jinvu bo'lganmi deb o'ylaydi. Biroz vaqt o'tadi va biz kasalxonadagi hamshiraning Jinvuning darajasi haqida g'iybat qilayotganini ko'ramiz. Uning hammasi uni o'rtacha ko'rinish haqida gapirishadi, lekin bu yigit jiddiy darajada baquvvat edi va ko'rishingiz mumkin, bizning yigit qattiq ishlamoqda, o'z kundalik mashg'ulotlarini bajarib. Bu yoqtirib qolgan hamshiralar u haqida gapirishdan to'xtamaydilar. Ular uning qanchalik tez o'zgarishganiga ishonmaydilar ham. Bir bechora hamshira mashg'ulotdan keyin Jinvuni ko'rib unga oshiq bo'lib qoladi va uning baquvvat tanasidan ko'z uzolmaydi. Bugun Jinvuni kasalxonadan chiqadigan kuni, shuning uchun umidsiz hamshira uning telefon raqamini so'raydi, lekin Jinvu hali ham to'liq o'zida emas. U hali ham uni faqat test natijalarini yuborishni xohlaydi deb o'ylaydi. Yangiliklarda biz ulkan chumolni yengan S darajali ovchi Bek bilan tanishamiz. U mamlakatdagi 7 nafar S darajali ovchilardan biri va bizga eng yuqori darajali ovchining hayotiga bir nazar tashlash imkonini beradi. U buni tushuntirib, zindonlarni red qilganda har kuni vahshiyday mashq qilish kerakligini aytadi. Eng kichik xato ham uning do'stlarini jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun u doim hushyor bo'lish kerak. Jinna Jinvuni endi jiddiy baquvvat bo'lib, hatto bo'yi ham o'sganini sezadi. Jinvu parishon xotir singlisiga maktabga soyabon olishini eslatadi va uni kuzatib qo'yadi. U yolg'iz qolganda Jinvu yugurishni keyinroq qilish mumkinligi haqida o'ylaydi va bu yangi yutuqlar uning oshirilgan ko'rsatkichlari tufaylimi deb o'ylaydi. Agar u shu holatda davom etsa, ulkan bodybuilderga aylanishi mumkinmi deb o'ylab ham qoladi. Jinvu hozirgina olgan yangi ko'rsatkichlarni qayerga taqsimlash haqida o'ylay boshlaydi. Jinvu hozir 18-darajaga o'tgan. U kuchni uning zararini oshirishini biladi, lekin u zarba bera olmasa, buning foydasiz ekanligini ham biladi. Jinvu hozir 18-darajaga o'tgan. U kuchni uning zararini oshirishini biladi, lekin u zarba bera olmasa, buning foydasiz ekanligini ham yaxshi tushunadi. Hayotiylik sezgi va chaqqonlikdan tashqari u intellekt ko'rsatkichini ham olgan. U bu sehr bilan bog'liq bo'lish kerak deb o'ylaydi, lekin u unga kerakmi, hali ham amin emas. Jinvu qarorni qabul qilib, barcha ochkolarni kuch va sezgiga sarflaydi. Aynan o'sha paytda Jinvuga uy egasi qo'ng'iroq qilib, o'tgan oyga ijara haqqini to'lamaganligini aytadi. Qahramonimiz omadi bor, u ancha kuchliroq bo'lgan va goblinlarni yengish endi u uchun juda oson. Bu degani pul ishlash osonroq, lekin katta muammo bor. Katta pul ishlash uchun u yuqori darajali darvozaga kirish kerak, lekin hech kim Y darajali ovchini bu eshiklardan o'tkazmaydi. Jinvu o'z darajasini qayta baholash haqida o'ylaydi, lekin bu katta xavf. Qayta uyg'onishlar juda kamdan kam uchraydi va hech kim ovchining darajasi oshib u kabi kuchayib borayotganini ko'rmagan. Jinvu
hozircha o'z kuchlarini yashirib turishga qaror qiladi. Toki o'zini himoya qila oladigan darajaga yetguncha va nima qila olishi haqida ko'proq bilib olguncha. Keyin kutilmaganda Jinvu bir ishni e'londan ko'rib hayratda qoladi va u tomon yuguradi. Yigit mukofot olish uchun kundalik mashg'ulotlari bilan shug'ullanmoqda va u Hung ismli ovchi bilan uchrashadi. Hung Jinvudan uzr so'raydi, chunki uning jamoasi eng kuchsiz deb uni o'ylaydi. Lekin Jinvu o'zini xotirjam tutib yolg'on gapiradi va ular noto'g'ri emasligini aytadi. Hung ular C darajali zindonga kirayotganini tushuntiradi, lekin kirish uchun kamida 8 kishi kerak. Ular Jinvuni o'sha kvotani to'ldirish uchun kerakligini aytadi, hatto Y darajali bo'lsa ham. Lekin Jinvu hech qanday ish qilmaydi va Hung esa unga qarab murojaat qiladi. Sen hech qanday mukofot olmaysan, lekin biz senga 2 million yuan beramiz. Qahramonimiz vaziyatni ko'rib chiqadi. Ularda esa 4 ta C darajali va 2 ta D darajali borligini ko'radi. Jinvu qo'shilishga rozi bo'ladi va Hung uning ishi yuklarni tashish bo'lishini tushuntiradi. Ularda davolovchi bo'lmasa kerak, chunki ular tibbiy anjomlarni tashishlariga to'g'ri keladi. Hung mustaqil guruhga davolovchi topish juda qiyinligini qo'shimcha qiladi. Jinvu bu guruh tankalar va zarar yetkazuvchilardan iborat bo'lgani uchun biroz xavotirda bo'ladi. 20 yoshli D darajali ovchi Leo tanishtiriladi va Jinvu uni qimmatbaho anjomlariga qarab u boy oiladan bo'lish kerak deb o'ylaydi. Leo Jinvu barcha bu og'ir yuklarni ko'tarishga qodirmi deb o'ylanib qoladi, lekin Jinvu uni yaxshi bo'lishiga ishontiradi. Leo Jinvuni vahshiy ekanligini hali bilmaydi va Jinvu o'sha og'ir narsalarni ko'tarishga qodirligiga shubha qiladi. Leo ular turgan qurilish maydonini nazorat qilayotganda prezident haqida gapira boshlaydi va u 9 milliard yuanni o'g'irlab shaharni tark etgani haqida gapirishni boshlaydi. Bu esa hammani hayratda qoldiradi. Ular hammasi bu ulkan darvozaga kelishgan va haqiqatan ham C darajali zindonmi deb o'ylay boshlashadi. Leo katta darvoza boshqachaligini aytib o'tadi. Shuning uchun Jinvu darvozani kattaligi unchalik muhim emasligini tushuntiradi. Haqiqatan ham muhim bo'lgan narsa bu ichkaridan oqib chiqayotgan sehrli kuch, ya'ni mana. Haqiqatan ham muhim bo'lgan narsa ichkaridan oqib kelayotgan sehrli kuch, ya'ni mana va ovchilar assotsiatsiyasi darajani belgilash uchun aynan shundan foydalanadi. B darajadan yuqori bo'lgan har qanday narsani katta gildiyalar hal qiladi. Shunday qilib bu C darajali joy unchalik qiyin bo'lmasligi kerak deb o'ylaydi va Leoga tushuntiradi. Jinvu bularning hammasini biladi, chunki u ancha vaqtdan beri ovchi, lekin hech qachon C darajali zindonga kirmaganini tushunadi. Ular darvozadan o'tib yo'lni tekshirish uchun yorug'likdan foydalanishadi, lekin ular ichkarida sehrli mavjudotlar yo'qligini ko'rib hayratda qolishadi. Ko'pchilik zindonlar yorug'lik toshlari bilan yoritilgan bo'ladi, lekin bu qop-qorong'u edi. Qorong'ulik Jinvuga o'sha ma'budning kirishini eslatadi. Shunday qilib u Leoga har xil toshlar haqida gapira boshlaydi. Ovchilar sehrli maxluqlardan oladigan mohiyat toshlari, zindondan qazib olinadigan mana toshlari va la'natli g'orlarni yoritadigan yorug'lik toshlari haqida aytib beradi. Jinvu o'sha sergap bolani tezda jim qilib zindonda yashirinib yotgan qandaydir aqldan ozgan sehrli maxluqlar haqida aytib beradi. Ular hozircha pastda yurishibdi, lekin bizning yigitda bir gumon bor. Bu maxluqlar hasharotlarga o'xshaydi deb o'ylaydi va hammaga aytadi. Hamma esa chumollarida qolib ketganini tushunib vahimaga tushadi va o'sha maxluqlar yaqinlashayotganini eshitishadi. Jinvu maxluqlar ularni tepasida ekanligini aytadi va shunda jamoaga tepadan hasharotlar hujum qila boshlaydi va jamoa esa bor kuchi bilan bu hasharotlarni kutib oladi. Hung esa oldinga chiqib o'zining e'tiborni tortish mahoratini ishlatib ko'pchilikni g'azabini uyg'otadi va o'ziga tortadi va Jinvu ularning C darajali ajoyib sardoridan hayratda qoladi. Leo esa jangga qo'shilishni xohlaydi, lekin ularning sehrgali uni to'xtatib o'zining bir hiylasi borligini aytadi. Kutilgan sanoqlardan so'ng sehrgar dahshatli portlashni amalga oshiradi. Jinvu vaziyatni yanada tahlil qila boshlaydi va u ovchilarning jamoaviy ishi yaxshi ekanligini ko'radi. Leoga keladigan bo'lsak, anjomlari mahoratning yetishmasligini qoplaydi. Ularni hammasi o'zlarini tutib turishdi, lekin Jinvuda nimadir noto'g'ri degan bezovta qiluvchi his bor. U esa jim turgan chumollardan birini yo'q qiladi va jang ko'p o'tmay tugaydi. Hung esa ularni g'alabasini e'lon qiladi va Jinvudan tashqari hamma o'z ulushini oladi deb aytadi. Hung Jinvuga o'sha chumollarni payqab ularni katta muammodan qutqargani uchun minnatdorchilik bildiradi. Jinvu esa yo'q, shunchaki instinktlarimga ergashdim deb murojaat qiladi, lekin Hung ba'zi chumollarning shikastlanganligi bu qilich yoki sehrdan emasligini payqaydi. U balki boshqa bir sehrli maxluq ularga hujum qilganmi deb o'ylaydi, lekin bu yerda yanada kuchliroq narsa yashirinib yurganini anglatardi. Bir nechta chumollar tilka pora qilingan, shuning uchun Hung ular
ularni yengish uchun nima bunchalik katta bo'lish mumkinligiga hayron bo'ladi. Leo otasi unga birinchi reydi uchun bir qancha ajoyib anjomlar olib bergani haqida aytib beradi va Jinvu buni eshitib juda xursand bo'ladi. U hali nima uchunligini ham bilmaydi, lekin Leoga ular juda ehtiyot bo'lishlari kerakligini aytadi. Boshqa bir joyda mashq qilayotgan yigit baland vayrongarchilik ovozidan cho'chib tushadi. Lekin vahima qilmang, kimdir unga tinchlanishini aytadi, chunki bu shunchaki ularning gildiyasi ustasi mashq qilayotgani va ma'lum bo'lishicha bu Bek edi. Endi esa zindonga qaytadigan bo'lsak, Leo hali ham Jinvuning hamma narsani ko'tarib yurganidan xavotirda edi, lekin Jinvu "Yo'q do'stim, jang qilmasdan pul olishmi? Bu ajoyib kelishuv" deb murojaat qiladi, lekin ich-ichidan bizning yigit bu haqiqat bo'lishi uchun juda yaxshi bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. U yana biroz o'ylanib, bu jamoaning jangda pishganini tushunadi, lekin davolochi ham yo'q. Ustiga ustak jamoa kvotasini to'ldirish uchun ularga ko'proq a'zo kerak bo'lgan guruh xavotirga tushadi, chunki ular zindonda ancha yo'l bosishdi, lekin bitta ham sog'lom maxluqqa duch kelishmadi. Zindon bossi esa tirik bo'lish kerak, chunki ular o'lgan bo'lsa darvoza yopilgan bo'lardi. Ular tunneldan o'tishadi va ular aqldan ozadigan darajada ko'p mana kristallar topishadi. Lekin bu kristallar mohiyat toshlari kabi qimmat emas, lekin gap kamida milliardlik kristallar haqida ketyapti. Ovchilardan biri hatto Xunning akasi bu topilmalardan rosa hasad qilgan bo'lardi deydi, lekin ularni juda tez jam qilishadi. Xunning esa yashirin maqsadi bor. Ular shunday o'ylashadiki, chunki uning akasi har doim haq bo'lavermaydi. Xun akasiga ikkinchi darajali bo'lib qolmoqchi emas, shuning uchun bu ulkan o'ljani o'zining shaxsiy hujum guruhi uchun mashg'ulot maydoni sifatida ishlatmoqchi. Lekin bilasizmi, Leo qonunshunos, shuning uchun Jinvuning shartnomasida qandaydir shubhali narsani payqaydi. U Xunga shartnoma sifatida Jinvuni jang o'ljasidan ulush olmasligini aytilgan, lekin mana kristallari jang o'ljasi emasligini aytadi. Bu esa ular topilmalarni 7 ga emas 8 ga bo'lishlari kerakligini anglatadi. Xung esa jilmayib rozi bo'ladi, lekin ularga zindon bossi yaqin atrofda ekanligini, darvozani yopish uchun o'sha bossni mag'lub etishlari kerakligini aytadi. Shuning uchun ular o'rgimchak boss bilan jang qilishdan oldin o'sha mana kristallarni tashib chiqishlari kerak bo'ladi. Yaxshiyamki o'rgimchak uxlab yotibdi, lekin Xung ovchilardan biriga baqiradi, chunki ular tashish anjomlarini olib kelishni unutishgan. Xung esa Leo va Jivuga ular anjomlarni olib kelmaguncha dam olishlarini aytadi va o'rgimchakni nimadir g'azablantirmasa, u uyg'onmasligiga ishontiradi. Xung esa ularning ikkalasini C darajali zindonda yangi ekanliklarini ta'kidlab, shunchaki uning qaroriga ishonishlarini aytadi. Uning esa jamoasi bilan muhokama qiladigan ishi bor, shuning uchun ular ham biroz dam olishlari mumkin. Ular ketayotganda Jinvu vaziyatni yana tahlil qila boshlaydi. U ularning kvotasini to'ldirishga yordam berish uchun chaqirgan tajribali odamlar yo'qligini g'alati deb topadi. Ancha masofadan biz Xunning qanchalik yovuz ekanligini ko'ramiz. U to'g'ridan to'g'ri o'z jamoasidan biriga bosxonasini yopib qo'yishni buyuradi. Yigit esa aytganini qiladi va Leo ularni sotishganini tushunadi. Bu aynan Jinvu xavotirlangan narsa edi. U sonning ularning ichida haqiqiy firibgarlar borligi haqida ogohlantirganligini eslaydi va zindonlarni red qilish hazil ish emasligini eslaydi. Baxtsiz hodisalar doim sodir bo'ladi va o'sha hausda jinoyatlar sezilmay qolishi mumkin. Bu zindonlarda xavfsizlik kamerasi yo'q. Shuning uchun tirik qolganlar bo'lmasa dalil ham bo'lmaydi. Leoga bu yigitlarning bir necha marta kristallar uchun ularni qurbon qilishga tayyor ekanliklaridan jahli chiqishni boshlaydi. U la'nati shartnomaga qo'l qo'yganligiga afsuslanadi, lekin Jinvu bunga aldanmaydi. Ular agar chegaradan chiqadigan bo'lsa, har qanday payt ularni yo'q qilishga tayyor edi. Endi ularning asosiy tashvishi hozirgina uyg'ongan boss va Leo Jinvuga orqaga chekinishni aytadi. Jinvu esa chiqish yo'lini ko'radi, lekin Xung bu haqida allaqachon bilishini tezda tushunadi. O'rgimchak esa endi o'rnidan turdi. Jinvu esa C darajali maxluq butunlay boshqa darajada ekanligini tushunadi, lekin shoshilmang, bizning yigit chekinmoqchi emas. U mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, Leoga yo'ldan chetda turishini aytadi, chunki bu narsa bilan o'zi jang qilmoqchi. Jinvu esa qurolini chiqaradi va uni adabini berishni e'lon qiladi. Xunning jamoasi zindondan chiqib ketganda sehrgar nega o'sha ikki yangini o'zimiz yo'q qilmadik deb so'raydi. Lekin Xung ular o'rgimchakni uyg'otib yuborish xavfini ola olmasliklarini, chunki o'sha shirin mana kristallarni olish uchun uning uxlab yotishi kerakligini tushuntiradi. Bu esa xavotirda emas, chunki 0 tajribaga ega yigit va eng kuchsiz ovchining o'sha o'rgimchakka qarshi hech qanday imkoniyati yo'q edi. Reja esa o'rgimchakni ularni yeb yana hushidan ketishini kutish edi. Ular to'g'ridan to'g'ri hujum qila olishmaydi, chunki bu o'rgimchakni uyg'otib yuboradi. Lekin Xung g'orning tepasida bu kichik yo'l haqida bilar edi. Eng yomon holatda o'rgimchak yangilarni yegandan keyin hushidan ketmaydi. Agar ularning jamoasi o'sha mana kristallarni ola olmasa, guruh hech bo'lmaganda Leoning anjomlarini o'g'irlaydi. Bu esa bir dunyo pul turadi. Xung va sehrgar ikkalasi ham o'rgimchakni o'zlari yenga olmaslikka rozi bo'lishadi va Xung o'rgimchakni mensimaslik kerak emasligini aniq aytadi. Bu boss o'ta xavfli va o'sha yangilarni yo'q qilishi bu shunchaki vaqt masalasi
edi. Zindonchida esa Leo Jinvuni boss bilan jang qilishdan qaytarishga harakat qiladi, chunki faqat B darajali ovchigina C darajali zindon bossini yolg'iz yenga oladi. Hatto elita darajasidagi C darajali ham imkoniyatga ega bo'lmaydi. Shuning uchun Leo ular qochib chiqish yo'lini topish kerak deb o'ylaydi. Jinvu Leoni haq ekanligini tan oladi, garchi u ikkinchi uyg'onishdan o'tib darajani oshirgan bo'lsa ham. U hali ham o'zini kuchsiz deb biladi. Golem va Venom bosslari ikkalasi ham D darajada edi. Shuning uchun u o'rgimchak butunlay boshqa darajada ekanligini biladi. U C darajali bosslardan ham qo'rqmaydigan darajada kuchli bo'lgan bo'lish kerakligini tushunadi. U 18-darajada uni yengishga imkoniyati borligini aytadi. U o'sha o'rgimchakka hujum qilishdan oldin "Xo'sh, haqiqiy ov endi boshlanadi" deb murojaat qiladi. Boshqa bir joyda esa Ovchilar assotsiatsiyasi prezidenti Goto ismli katta bir odam bir qancha zerikarli uchrashuvlardan qolib ketganidan charchagan. Uning haydovchisi kayfiyatni ko'tarish uchun u bilan sparing qilishni taklif qiladi. U yosh yigit va unga havas qilganda Goto yo'q deya olmaydi. O'sha zindonga qaytadigan bo'lsak, Jinvu o'rgimchakni terisi juda qattiq ekanligini tushunadi. Uning hujumlari esa aqldan ozdiradigan darajada kuchli va agar Jinvuga bir marta tegsa, u aniq o'ladi. Leo Jinvuni harakatlarini diqqat bilan kuzatadi va u Y darajali ovchining harakatlari emasligini darhol tushunadi. U Jinvu aslida kim ekanligiga hayron bo'lib, u qandaydir soxta darajali odam deb o'ylay boshlaydi. Faqatgina bir nechta ovchilar o'z sehrini kuchini ataylab pastroq darajada olish uchun yetarlicha nazorat qila oladilar. Ular soxta darajali deb ataladilar va odatda ular o'ldirishdan zavqlanadigan haqiqiy psixopatlar. Leo o'sha zindonga kirganidan afsuslana boshlaydi, lekin Jinvu o'sha o'rgamchikning qattiq terisini hattoki tirnalgan iz ham qoldira olmasligini tushunib yetadi. Jinvuni esa charchog'i osmonga ko'tarilmoqda va bu yigit jangni juda tez tugashi mumkinligi haqida o'ylab qoladi. Lekin uning hanjarida ajoyib falaj va so'rib olish kuchlari ham bor edi. Shuning uchun u uning g'alaba kaliti deb o'ylaydi va Jinvu o'sha harakati bilan o'rgamchikning zaif nuqtasini nishonga olish kerak deb o'ylaydi. Lekin o'rgamchik kislota bilan hujum qilganda u hayron bo'lib qoladi. Jinvu masofani qisqartirish kerak. Shuning uchun u tezlik deb nomlangan ajoyib mahoratni ishlatishga qaror qabul qiladi. U buni o'sha o'rgamchikni to'g'ri yuziga urish uchun ishlatadi, lekin uning hanjarini zaiflashtiruvchi effekti ta'sir qilmaydi. Lekin Jinvu taslim bo'ladiganlardan emas. U o'sha o'rgamchikka qo'ldan kelgancha urishni davom etishda qaror qabul qiladi. Yigit o'zini tobora qattiqroq majburlaydi, lekin charchoq uni yenga boshlaydi va o'sha o'rgimchak kutilmaganda yomon zarba beradi. Jinvu deyarli ezilib qolish arafasida. Lekin nima deb o'ylaysiz? U kundalik topshiriqlarni qolgan mukofoti borligini eslaydi. Shuning uchun to'liq tiklanadi. Leo Jinvu o'ldi deb vahimaga tushadi, lekin qahramonimiz hali tugamagan. U yana bir zarba beradi va bu safar to'g'ridan to'g'ri o'sha o'rgamchikning ko'ziga sanchadi. Xanjarning zaiflashtiruvchi effekti ishga tushadi. Jinvu bu imkoniyatni boy bermaydi. Shuning uchun u o'sha o'rgamchikka qayta sanchib, o'sha zaiflashtiruvchi effektni kuchini saqlab turadi. Oxir-oqibat o'sha o'rgamchak bunga chiday olmaydi va yengiladi. Bildirishnoma paydo bo'ladi. Jinvu hozirgina zindon bossini yengganini aytadi. Jinvu o'sha zindonga kirishdan oldin mukofot tanlamagani omadi kelganini biladi, chunki hozir u aniq yer ostida bo'lardi. Leo esa Jinvuni zindon bossini yolg'iz yengganini ko'rib, aqli shoshib qoladi. U Jinvuni qandaydir soxta ekanligiga har qachondan ham ko'proq ishonardi. Jinvu o'sha o'rgamchakdan tosh oladi va Leo kelib undan buyon bu yuklarni o'zi ko'tarishini taklif qiladi. Leo endi Jinvuga butunlay ishonadi. U unga dam olishni aytib, mana kristallarni o'zi hal qilishini aytadi. Aynan o'sha paytda Hong va uni jamoasi paydo bo'ladi va ular yangilarni hali ham tirik ekanligini ko'rib juda hayron bo'lishadi. Mashg'ulot xonasida esa Goto Vuga o'zining aql bovar qilmas mahoratini namoyish etib, uni hech qanday qiyinchiliklarsiz yengadi. Goto esa Vuga minnatdorchiligini bildiradi. O'zini ancha yaxshi his qilayotganligini aytadi. Vuning aqli shoshib qoladi, chunki prezident hali zanglab qolmagan. Goto esa avvalgidek kuchli emasligini, lekin Vuning qattiq ishlayotganini sezganini aytadi va mashg'ulot ovchining darajasini oshira olmasligini, lekin uning mahoratini oshirish mumkinligini tan oladi. Goto ovchining jismonan va ruhan kuchli bo'lish kerakligini, ayniqsa eng yomon odamlar yashirinib yuradigan zindonlarda ta'kidlaydi. Zindonga qaytadigan bo'lsak, uning jamoasi yangilar faqat bu o'rgimchak toshdek ahmoq bo'lgani uchun tirik qolgan degan xulosaga kelishadi. U esa past darajali ovchilarga yutkizgani uchun o'rgimchakni to'g'ridan to'g'ri masxara qilishadi. Hung Leoga uni boy oiladan ekanligini bilishini aytadi, lekin Leo kimga qiziq deb murojaat qiladi. Aynan o'sha paytda Hung bombani tashlaydi va Leoga faqat bitta imkoniyati borligini aytadi. U Leoga to'g'ridan to'g'ri Jinvuni yo'q qilishni aytadi. Hung esa odatda biz jamoamizga yo'llagan odamlarni o'ldiramiz, shunda barcha o'ljalarni o'zimiz saqlab qolamiz deydi. Lekin agar Leo bizga qo'shilishga rozi bo'lsa, biz uni o'ldirmaymiz. Agar Leo yo'q desa, biz ikkalasini ham o'ldiramiz deydi.
Xung Leo xavf tug'dirishi mumkin deb o'ylaydi, chunki unda o'rgimchakni yengish uchun super kuchlar berilgan ajoyib anjomlari bor edi. Bu nazariyani ham sinab ko'rgisi ham kelmaydi. Shuning uchun u Leoni kuchsiz va Vuga qarshi chiqishga ko'ndirmoqchi. Leo Jinvuga qarab yurishni boshlaydi va Xung xursand bo'ladi. Lekin keyin Leo Jinvuni tarafini olganda hamma hayron qoladi. Bu yovuz guruh ularni hayotini to'g'ridan-to'g'ri tugatishga qaror qabul qiladi va Xung yangilar avval hech kimni o'ldirishga majbur bo'lganmi deb o'ylab qoladi. Aynan o'sha paytda Jinvuga shoshilinch missiya keladi va u juda g'alati, chunki u oldidagi 6 ta dushmanni yo'q qilish kerak edi. Endi to'da kuchsizrog'iga hujum qilishga qaror qabul qiladi. Shuning uchun sehrgar Jinvuga hujum qiladi. Leo esa do'sti uchun xavotirda va Jinvuni qanchalik yomon ahvolda ekanligini ko'rib vahimaga tushadi. Ayni paytda guruh a'zolaridan biri Chahiga o'zini qanchalik ajoyib ekanligi haqida maqtanishini aytishgan edi. Ular A darajali maxluq bilan qiynashadi, lekin uni bir zumda yo'q qiladi. Bu qizlar omadli, chunki eng zo'r ikkita gildiyada. Axir boshqa guruhlar haqida har xil g'alati hikoyalar bor. Masalan, o'lim darajasi juda yuqori bo'lgan hujum guruhlari. Endi esa zindonga qaytsak, Xung esa o'yin tugadi, Jinvuni ishi tamom deydi va Jinvu unutgani uchun o'zini ko'yiy boshlaydi va bu dunyoda eng kuchlilar omon qoladigan joy ekanligini eslatadi. Bu hiyla, nayrang va xiyonatga to'la dunyo. U bu haqiqatni unutgani uchun juda g'azabda va bunga ko'nikib qolganini tushunadi. Jinvu ehtiyotsizlik va o'ta odamlarga ishongani tufayli qanday qilib bu ishni rasvo qilgani haqida o'ylay boshlaydi. Tizim esa tirik qolishni istaydi va oldidagi odamlarni o'ldirishni buyuradi. Jinvu esa bu holatni tushunmaydi va tizim agar uni tanlagan bo'lsa va uni ishlatadigan bo'lsa o'z yo'lida, Jinvu ham tizimdan foydalanishini aytadi. Ular esa eng kuchsiz ovchining ishlari qanday ketishini bilishidan xursand bo'lishadi, lekin Jinvu bu qoida ularning foydasiga ishlamaydigan paytga tayyor bo'lishlari kerakligini aytadi. Ulardan biri Jinvuni ularni o'lja deb atashiga rozi emas, lekin Jinvu nima demoqchi ekanligini ko'rsatish uchun vaqtni boy bermaydi va bir yigitni boshini kesib tashlaganda hamma hayron qoladi va Jinvu bitta kamaydi deydi. Yangilanishlarda o'ldirganlar soni paydo bo'ladi. Jinvu hozirgina kimdir o'lganini tushunadi, lekin agar shunday qilmasa o'zi ham yer ostida bo'lishini juda yaxshi bilar edi. Lekin endi orqaga yo'l yo'q, chunki faqat kuchlilar omon qoladi. Jamoa esa Y darajali birining Y darajali birini yo'q qilganini ko'rib shokka tushadi va bor kuchi bilan Jinvuga tashlanadi. Lekin hammasi behuda, chunki Jinvu ularni birma-bir sancha boshlaydi. Uning zaiflashtiruvchi effektiga hamma tushadi va yana ikkita yaramasni yo'q qiladi.